Sizga nima oldingiz? Uyimda ko'p svet o'chyapti. O'shanga quyosh paneli ledlar olgan edim. Shularni ko'rib bering, yaxshi ishlarmikan? Bular zo'r ishlaydi. Men sizga undan ham zo'rini ko'rsataman hozir. Nima bu quyosh panelimi? Yo'q, bu quyosh paneli emas. Bu inverter hisoblanadi. 220 voltlik rozetka portlari bor. Uyingizdan promoshitka ulab qo'ysangiz ham shuni uyingizda hamma joyini yoritib beradi bu. Ular tashqari USB port, Type-C port, samoxlashli sistemalar, kuydir sistemalar bor. Tajriba tog' dashtida bor, maza ishlatsa ham bo'ladi. Uyingizda konditsioner, televizor deysizmi, xolodilnik deysizmi, hamma narsangiz bemalol ishlatib bera oladi. Agarda yo'q, kichkinaroq kerak deydigan bo'lsangiz, kichkina varianti ham bor. Bu ham xuddi shunaqa 8 vatlik bo'ladi. 220 voltlik zaryadka port, bu yerda ko'rayotganingizdek perkulitel sistema, ikkita fonarlari bor. Ko'rayotganingizdek, buni ham siz boshlang'ich to'lovsiz xarid qilsangiz bo'ladi yengilab. Uyimda svet yo'q, inverterlarning zaryadkasi tugab qolsa men nima qilaman? Buni ham yo'li bor. Солнечный paneli bor. Bu солнечный panel sizga 3 soatda zaryadkasini to'ldirib beradi-da, 8 soatgacha siz powerbackni bemalol ishlata olasiz. Pul palon pul bo'lsa kerak-a? Yo'q, bularni boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsangiz bo'ladi. Naqd va nasiya savdoga Oson Energiyadan boshlang'ich to'lovsiz xarid qilishingiz mumkin.